Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizdan kuzatib o'tgan bugungi obzorimizda Shayxon Tohir rayon ko'kchada joylashgan 3.2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat tashkil qiladi. Xonalarning soni 6 ta, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Eshik orqali hovliga kirganimizda o'ng tarafimizda yozgi oshxona bo'lyapti va uni oldida hovli qismi uchun hojatxona va kichikroq joy zeleniy zona uchun ajratilgan paliflari bor. Endi uy ichiga kiramiz, xonalar planirovkasi va remontlari bilan tanishib chiqamiz. Uyga kiraverishda o'ng tarafda mana shunaqa tapcham o'rnatish uchun joylari ajratilgan va rassomlar tarafdan shunaqa chiroyli san'at asari yaratilgan. Uy ichiga kirib kelamiz. Birinchi qavatda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Hol ko'rinishi televizorasi bor va prixoshka orqali kirganimizda prixoshka shkaflari ham yasatilgan. Domofoni bor, kameralari bor. Sifatli qilib qurilgan uylardan bittasidan video obzorini qilib beramiz. Oshxonaning ko'rinishi kuxonli garnitur chiroyli yasatilgan va patologgacha bo'lgan holatida. Katta oyna romlari hovliga qaragan. Bu joyda zal joylashgan. Zal ko'rinishi. Zalning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 5 metrda tashkil qiladi. Birinchi qavatda joylashgan umumiy sanusiy. Smesitlari ko'radigan bo'lsangiz, installyatsiya qilingan. Kichikroq orqa hovlisi ham bor. Qo'shni devorlar 2 metr tashlab imorat ko'tarilgan. Birinchi qavatda joylashgan yotoqxonaning ko'rinishi. Bu xonalar razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metr tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Demak, birinchi qavatda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanusiy bo'ldi. Endi imoratda ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona joylashgan. Avtorskiy proyekt asosida qurilgan uy. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. Bittasi zal uchun mo'ljallangan va bu xonadan terasa qismiga ham chiqsa bo'ladi. Har bitta xonada terma regulyatorlari bor. Demak, bola uchun ajratilgan yotoqxona razmeri 5 ga to'g'ri. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafda yana 2 ta xona joylashgan. Ikkinchi qavat uchun umumiy sanusiy ko'rinishi. Bola uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning razmeri 5 ga to'g'ri razmerda. Va ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu xonada alohida sanusiy bor va garderob uchun ajratilgan xonasi. Ahamiyat qo'ygan bo'lsangiz, har bitta konsertlar o'rnatiladigan joyda mednik patologkalari chiqarib tayyor holatga keltirilgan. Imoratdagi yaxlit bitta katta xonadan iborat damashli kinoteatr va trenajyor uchun joylari bemalol yetarli holatda. Yana bitta xona kotelni uchun ajratilgan. Dukonturli kotel, suv uchun bo'lib, qator ketgan mobil nasoslar, u joyda stabilizatorlari bor. Demak, kameralarni yozib turuvchi uskuna va alohida elektroshit va bu joyda boshqa uchun joylari hisobga olingan. Ya'ni sovuq suv, kanalizatsiya va bu joyda rakvinasi ham bor. Bu ko'rsatgan uyimizda Shayxon Tohir rayon ko'kchada joylashgan 3.2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat. Xonalarning soni 6 ta bo'ldi. Bu uy narxini opisiyaga yozib qoldiramiz.